Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa bugun 12-mart 2025-yil. Xudo xolasa mana Ashti nohiyasi Do'stlik qishloqidagi ishimizni ham boshlaganmiz. Tashqarilar mana shapkalar ketyapti. Kosmos fasollarimiz bitgan, hozir ko'rsataman. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aziz tomoshabinlar, mana Ashti nohiyasida biz juda ko'pchilik so'rardi kommentariyada Ashga qachon kelasiz, mana Ashga kelganmiz. Xudo xolasa mana darvozaxonaning oldi qismi. Hozir ichkarilarni ko'rsataman. Xo'p, mana aziz tomoshabinlar, ichkarilari Kosmos fasonimiz mana cho'tki bo'lgan. Juda ko'pchilik so'rayapti, Kosmos fasonning narxi necha pul deb. Mana shu Kosmos fasonimiz ko'ringlar mana. Hop, eniga 210 diagonali 210 bo'lgan, polni tunuka alyukabondan bo'lgan, umuman endi ishlatilmagan. Bir donasi 7,5 ming so'm tayyor. Kimga mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana ko'ryapsizlar, balandlariga karnizlari qo'yilgan, podsvetkalari qo'yilgan. Mana ko'ringlar aziz tomoshabinlar, ishchi sifati, kачествоsi juda ham a'lo darajada. Ashti nohiyasi Do'stida biz. Podsvetkalari qo'yilgan baga, chekkalarga ham qo'yilgan podsvetkalari 7 xil yonib turadi, xudo xolasa. Ikkita kosmos qilingan baga, ko'ryapsizlar, mana ikkita kosmos bo'lgan. Mana ko'ringlar, ishchi sifati, kачествоsi juda ham a'lo darajada. Birorta samrasi ko'zingizga ko'rinmaydi. Yevro stilda qilib beramiz. Yevropeysk stilda. Ishchi sifatiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Ana shu ko'rib turgan fasoniylarni mana 70 so'mdan qilinmoqda hozir kvadratini. Ishchi sifati, kачествосiga javob beriladi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Biz doimo xizmatdamiz aziz tomoshabinlar. Xo'p, mana bu oldin qilingan joylari bu. Bularni polni buzib tashyapmiz, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, tashadigan tomonlarini yangidan qilinmoqda. Bu o'zi uy egasiga ma'qul kelgan yo'q. Xudo xolasa baga mini kosmos qilib beramiz. Kichkina 1 metrdan edi mini kosmos. Eng kichkinasi o'sha bo'ladi, lekin bu katta kosmos bilan u kimasi farq qiladi. Ko'ringlar mana polni 2 metr eni, polni tashaganmiz mana. Eski urilganlarni tashayapmiz. Boshqasidan yangi qilinmoqda. Bularni garaj ichiga urib beramiz, xudo xolasa. Mashinalar ham endi chotki bir tunkafon joyda turadi. Xudo xolasa mana bolni ishlovati ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'ringlar mana xudo xolasa mini kosmoslarimizni xotirobodda hozir uстановkasi jarayoni ketyapti mana, xudo xolasa. Juda ham chiroyli qilib urib beramiz. Kimga mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, mana aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Biz doimo xizmatdamiz. Tojikiston Respublikasi bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. O'zbekistonga ham boramiz, xudo xolasa. Mana zakazlar bo'lsa ko'ringlar. O'zinglarni ko'rasizlar mana. Ko'rasizlarmi, alkafonda dotasi qo'yilgan. Endi qo'yilmagan. Suvga chidamlik hech nima qilmaydi suvga ham. Vahshiy dahshat. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqa chiqaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shu videoni tarqatinglar, tanish bilish yori birodarlarga. Kimgadir mana shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lishi mumkin. Xudo xolasa, doimo sog' salomat bo'linglar.